Uzdil HTML darsidagi 19 qism HTML rang. HTML rang va rang qiymati barliq rangda qizil, yeshil va ko'k rangdan tarkib topdi. Odatda shu HTML da biz mushtadab qaraymiz. Aniki qizil rang inglizcha red ning qisqartirilmasi R, yeshil green ning qisqartirilmasi G, andan keyin ko'k blue ning qisqartirilmasi B. Bo'g'ashqa biz bu umumlashtirib bu xilni qizil, yeshil, ko'k rangdan tarkib topgan rang qiymatini RGB qiymati deb ataymiz. Rang qiymatiga 7 xonalik 16 sistematik harf va raqamlar bilan ism qo'yildi. Uning asli mohiyati RGB qiymati bo'lib, dal 3 asosiy rangning 0 dan 255 gacha qiymat ilib ma'lum nisbatda aralashishdan shakllandi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, 16lik sistem bo'yicha ism qo'yilib, ma'lumotlar yozilgan bo'lsa, buniki RGB qiymati ma'lumotlar bo'ldi. Masalan, mana hozir ama qizil rang 255. Ama yeşil bilan ko'k 0 bo'lgan vaqtdagi bu qizil rang bo'ldi. 16lik sistemda ama bu quduq belgisi keyindan 2F, oxirida 4 tal 0. Yani mushkulalat yozildi. Boshqa ranglarga qaraydigan bo'lsak, masalan, bu G ning qiymati 255, R bilan B 0 degan qiymatni olganda bu yeşil rang. Mush holatda barliq ranglarni ifodalaymiz. Rangname ikkinchi. Ko'plagan tor ko'rgishda inglizcha rangname to'plamini qo'llaydi. HTML 4.0 o'lchimida qo'llaydigan rangnamelar faqat 16 xil bo'lib, ular tovandikicha. Ma'nolarni bir-bir demidi. Masalan, black qora, blue ko'k, gray, kul rang, green yeshil, white oq, yellow sariq, red qizil, silver degani kumush rang degandek mush ranglar. Anonki boshqa ranglarni ishlatish uchun 16lik sistemdagi rangnamni ishlatish kerak. Bu rangnamlarni ko'rgan bo'lsak, 16lik sistemdagi ranglarning nomini mana holatda atashqimi bo'ldi. Uchinchi mazmun tor bekatdagi 216 xil bexatar rang. Endi bu rangni biz hozir 0 dan 255 gacha qiymat oldi degandan keyin bu yerda 256 xil rang bo'ladi. Andaqda bu 216 xil rang nemish bexatar rang deymiz deganda, ko'plagan kompyuterlar bir necha yil ilgari 256 xil rang nomini qo'llaydi, lekin keyin 216 xil rangni ishlatish tavsiya qilindi. Chunki bu kompyuter mashg'ulot sistemasi yoki shu Bayraktar ichki shirkat bo'lgan Microsoft va Almi shirkati o'zining kompyuterlarida har biri 20 xil rangni qo'llanmaslikni saqlab qoldi. Buning bilan 40 xil rangni torbat loyihasida ishlatmaslik, har birisidan 20 dan bo'lgandan keyin 40 ni ishlatmaslik tavsiya qilinib, qolgan 216 xil rangni biz bexatar rang, ya'ni har qanday mashg'ulot sistemi yoki kompyuterda cho'qim qo'llaydi deb qarab, shuni doimli qo'llanadigan bexatar rang deb atadik. Agar bu bexatar emas ranglarni ishlatgan vaqtimiz qanday bo'ldi deganda, masalan biz Almi kompyuterda bu qo'llamaydigan 20 xil rangni ishlatib bir rasm yoki bir narsa yasab chiqqandan keyin bu Microsoftniki kompyuterga yoki sistemasiga akilib buni ochganda bu rang biz mayat loyihaga rang chiqmasdan uning o'rniga boshqa o'zim shu asl holatdagi saqlangan boshqa rang chiqib qolib asldagi unumga erishamaymiz. Bu 216 xil rangni biz hamda bir qur ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan rang, uningki ma'lumotlar, uningki ma'lumotlar, mushlarning hammasi shu 216 xil rang.